Ammaning ogli bizni ushlab oldi. Yozning issiq kunlaridan biri edi. Ko'chada hamma narsa tinch, osmon musaffo. Men yigitim bilan ko'rishmoqchi bo'lib, har doimgidek ammamlarning hovlisi ortidagi eski uzumzor tomonga bordim. Bu joy tinch va hech kim kelmaydigan yer edi. Shuning uchun u yerda uchrashish bizga qulay edi. Biz suhbatlashib, kulishib o'tirgan paytimizda to'satdan orqadan ovoz eshitildi. Nima qilib o'tiribsizlar bu yerda? Yuragim bir urib, to'xtab qolgandek bo'ldi. Orqaga qarasam, bu ammamning ogli Jahongir. U qattiq qahr bilan qarab turardi. Yigitim darrov o'rnidan turdi, men esa nima deyishni bilmay qoldim. Jahongir esa yanada yaqin keldi. Jahongir yaqin kelib, qoshlarini chimirib bizga tikildi. Ko'zlarida gazab bilan aralash hayrat bor edi. Bir necha soniya sukut saqladi, keyin tovushini pasaytirib, lekin sovuq ohangda shunday dedi. Bilsanglarmi, agar xohlasam, hozir ammamga, otangga, butun mahallaga aytaman nima qilayotganlaringni. Men nafasi qisilgancha unga tikildim. Yuragimni vahima bosdi. Yigitim jim turardi, hech nima deya olmadi. Jahongir esa bir qadam yaqinroq keldi va kulimsirab davom etdi. Lekin baribir sizlarga rahmim kelayapti. Balki birovga aytmasman. Agar men aytganimni qilsang. Men hayron bo'lib so'radim. Nima demoqchisan? U esa bir oz sukutdan so'ng javob berdi. Meni o'ylab ko'r. Balki sen menga ko'proq mossan. Yigiting esa, bilmadim. Xohlasang bu sirni yuragimda saqlayman. Ammo agar rad qilsang, ertaga buni hammayoq biladi. Men o'zimni yo'qotayozdim. Bu endi oddiy hol emas edi. Jahongir meni qo'rqitmoqchi edi. Lekin yuragimda nimalar bo'layotganini hali u bilmasdi. Men jim turdim. Ko'nglimda gazab, qo'rquv va adashgan tuyg'ular girdob bo'lib aylana boshladi. Yigitim yonimda o'zini ojiz his qilib menga qarab turardi. Jahongir esa hali ham sovuqqina kulimsirab turardi, galabasiga amin edi. Men sekin boshimni egdim. Bu harakatim bilan rozi bo'lganimni bildirdim. U bir zum jim qoldi, so'ng asta yelkamga qo'lini qo'ydi. Tanaffusdek sukunatni faqat yurak urishim buzib turardi. Ajoyib qaror, dedi u sekin, sen bundan afsuslanmaysan. Balki boshqacha tuyg'ularni kashf qilasan. Shu kundan boshlab hammasi o'zgardi. U kechalari menga yozadigan bo'ldi, yashirincha uchrashuvlar belgiladi. Avvaliga o'zimni yomon his qilardim, lekin vaqt o'tgan sayin ichimdagi bir notanish tuyg'u menga yod bo'lmay qoldi. U bilan kechgan ilk tun ham hayajonli, ham og'riqli edi. Yuragimda haligacha yigitimga bo'lgan muhabbat bor edi, ammo Jahongir bilan o'tkazgan lahzalar bu boshqa bir olam edi. Shu tarzda men ikki olam o'rtasida yashay boshladim. Kunduzi muhabbatim bilan, kechasi esa sirli ehtiroslar dunyosida. Har tun Jahongir bilan yashirincha ko'rishar, ehtirosli, sokin, ammo gamgin lahzalarni boshdan o'tkazardim. U menga qattiq bog'lana boshlagan edi. Uchrashuvlarimiz endi faqat istakdan emas, ehtiyojdan tugilardi. Ba'zida u meni o'ziga haddan ortiq jalb etayotganini o'zi ham bilmasdi, lekin nigohlaridagi olov buni oshkor qilib turardi. Ammo yigitim ham buni sezayotgan edi. U so'nggi paytlarda ko'p savol bera boshladi, ko'zlarimga tikilib. Hammasi joyidami? Men senga yetarli emasmanmi? deb so'rardi. Men har gal yolg'on gapirishga majbur bo'lar, o'zimni ichimdan yo'qotayotganimni his qilardim. Bir tarafda chin muhabbat, bir tarafda esa xavfli, qiziqarli va og'riqli ehtiros. Bir tun Jahongir meni yana chaqirdi. U doimgidan boshqacha edi, jiddiy, gamgin. Bilasanmi, dedi u, endi men seni faqat o'zimnikidek his qilaman. Bo'lishishni istamayman. Yigitingga ayt. Yoki men aytaman. Men sendan voz kecha olmayman. Bu so'zlar yuragimni muzdek qildi. Endi u shunchaki tahdid emas, chinakam talab bilan chiqayotgandi. Endi bu o'yin emasdi. Men ikki olamdan birini tanlashim kerak edi. Yoki ularning har ikkisidan ajralishim. Bir necha hafta o'tdi. Tanamdagi o'zgarishlarni seza boshlagach, ichimni bir xavotir egalladi. Bosh aylanishi, holsizlik, sababsiz ko'z yosh. Dastlab bu faqat charchoq deb o'yladim.
Lekin bir kuni do'kon oldidan o'tayotib, olib ko'rishga qaror qildim. Uyga kelib, hammomga kirib, testni qilganimda 2 chiziq paydo bo'ldi. Qo'lim titrardi. Ko'zimga yosh keldi. Men homilador edim. Ammo kimdan? Yigitim bilan haligacha birga edik. Uni sevardim. U menga chin dildan ishonardi. Ammo Jahongir bilan ham ko'p tublar, ehtirosli kechalar ortda qolgan edi. Hisoblasam, aynan o'sha kunlar Jahongir bilan so'nggi ko'rishuvlar davriga to'g'ri kelardi. Qanday aytsam, qanday yashirsam, kimga ishonay? Jahongir bilan ko'rishganimda yuzimga qarab darrov anglab qoldi. Sening ko'zlaring boshqacha. Nimadir bo'lgan, to'g'rimi? Men jim turdim. U sekin qo'limni ushlab past ovozda so'radi. U yoqda nima bor? Shu ondayoq ko'zlarimdan yosh quyildi. Men homiladorman, lekin bilmayman bu kimdan. Jahongir chuqur nafas oldi. Uning nigohi bir zumda o'zgardi, ich-ichidan nimadir uzildi, lekin tashqariga hech narsa demadi. Faqat bitta so'z aytdi. Endi yashirishning foydasi yo'q. Haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Homilador ekanligimni bilganimdan so'ng hayotimdagi har bir kun og'ir sinovga aylandi. Avvaliga Jahongir jim turgan bo'ldi. Lekin oradan 2 kun o'tmay u meni uchrashuvga chaqirdi. Unga qarab yuragimda nimadir sonayotganini his qildim. Men tayyor emasman, dedi u. Bilasanmi, bu ish o'yin edi, lekin endi bu hayotga aylangan. Men bu yukni ko'tara olmayman. Shunchaki ketdi. Menga hatto oxirgi marta ham qaramadi. Yigitimga haqiqatni aytish esa undanda og'irroq bo'ldi. Ko'zlarimga tikilib jim qoldi. So'ng bir ogiz so'z bilan: "Men seni sevardim, lekin endi ishonolmayman", dedi-da yuragimni ortib ketdi. Yolg'iz qoldim. Qorni shishib borar, yuragim esa bo'shab borardi. Mahallada gap-so'zlar ko'paydi, qarindoshlar yuz burdi. Men hayotimdagi eng qora davrni boshdan o'tkazayotgan edim. Ammo bir kuni klinikada navbat kutib o'tirganimda bir yigit yonimda o'tirib muloyim jilmaydi. "Yaxshimisan? Qarasam, rangi oqarib ketibdi", dedi u. Bu oddiy so'z edi, ammo yuragimga iliqlik kirdi. Ismi Farruh edi. U mendan farqli o'laroq o'tmishni emas, kelajakni ko'rardi. Meni hukm qilmasdan anglashga harakat qilardi. U bilan suhbatlar, yurishlar asta-sekin yuragimdagi og'riqlarni yumshata boshladi. Va bir kuni hamma narsani bilganidan so'ng u shunday dedi: "Men bolani kimdan ekanligini emas, sening qanday insonligingni tanlayman. Agar rozi bo'lsang, seni o'zimning halalimsan deb bilaman." Ko'zlarim yoshga to'ldi. U menga qo'lini cho'zdi. Va men bu safar chinakam baxt sari qadam qo'ydim.